Yana hayotda ko'p ko'ryapmiz, aka-uka teskari. Aka-uka bir-biriga mehri yo'q. Bittasi qiynalsa, bittasi yordam bermayapti. Sabab nima? Sabab o'rtada xotinlar. Siz ham uylaning-da. Yoningizda anu xotin paydo bo'lib qolgandan keyin ukam jini qiynalib qopti, shunga 1-2 so'm pul so'rayapti, shunga berib qo'yaman. Mana oilegim chiqsa 5 million oilangiz 2 million ukamga beraman deydi xotinning oldida. Agar soliha xotin bo'lsa, Xudodan qo'rqqan xotin bo'lsa aytadi. Dadasi to'g'ri o'ylabsiz deydi. Bering, qiynalyapti ukangiz hozir deydi. Yo akangiz deydi. Farqi yo'q endi. Agar lekin fosiqa ayol bo'lsa, Xudodan qo'rqmaydigan, Qur'ondan, oxiratdan bexabar bo'lsa, va aksar ayollarimiz shular bo'lib qolyapti. Aka-ukani teskari qilib qo'ygan xotinlar bo'lyapti-da. 5 million oyligim chiqadi, 2 million ukam so'rayapti, qiynalib qopti, kontrakt to'layotgan, yo'l kirasi va hokazo o'qiyapti desa, xotinlar nima deydi? Dadasi o'zingiz bolangiz ham bor deydi.